Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Ko'pchilikdan kelgan talabga asosan 7 ot kuchli motobloglarga bitta agatga tushib ishlangan moslangan temir balonimiz va orqasidagi chizillarni to'liqroq obzorini qilib o't deganlar uchun alohida mana chisnoydalamizga keldik. Buni hozir agatlarini orasiga ishlov berishlarini ko'rsatib o'tamiz. Orqasida 3 talik chizil bo'ladi, lekin chisnoy yaqinroq egilganligi uchun oldidagi ikkita naralnigi bizga kerak bo'lmaydi. Shuning uchun orqasini o'ziga bitta qaldirg'och bilan qo'yib ishlov beramiz. Hozir buni harakatlanishi va qulayliklarini to'liq ko'rsatamiz. Berishga va motoblogda ishlashga o'ta qulay. Motoblog sovet qilib qolmaydi, undan tashqari haydayotgan odamga ham hech qanday nagruska kerak. Motobloglarda eng og'ir joyi oxirga borib burilishda bo'ladi. Bunda esa o'ta qulay. Bir tomonni ko'tarib burilishga ham o'ta qulay bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek 5 minutda ikkita agat, ya'ni 50 metrlik masofa bo'lsa, 100 metrga bemalol 5 minutda tugatib bo'ldik. Buni eng qulayligi agat olishda ham ishingizni sifatini va tezkorligini oshirishda bo'ladi. Qalin temirlardan oldiga tishli qilib yasalganini vazifalari esa oldida kesak bo'lsa, kesakni maydalab ketish uchun ham foydalanadi. Orqasiga xohlaganlar kultivatsiyadan keyin xuddi shu turdagi ocharlar qo'yib, agatlarni olib suv qo'ysalaring bo'ladi. Kimga xuddi shu turdagi temir balon va chizillar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin.